Kimga yog'siz go'shtlar kerak bo'lsa, mana yog'siz go'shtlarni xohlayotgan bo'lsa, o'sha tiligini ko'rgan mollaringlar, o'sha shahardagi yana bitta do'konimiz bunisi. Ko'rib baho bera olasizlar. Qo'y go'shti, mol go'shti hammasidan bor, ko'ninglarda esa. Bu yerda ham shu akam Mahmudjon ukam mana shu yerda xizmatlarda bo'ladi. Mana biqinlari bor. Mana zakasga qo'yilgan mana biqinlari ham bor. Kesinglar, ko'ninglarda qilib beradi. Mahmudjon tala go'shtlar nechi pul? 160 ming alad. Suvagi bilan 130 ming. Buna go'shtlarchi qovurg'alar? Va 120 ming. Jigar, Jigar 90. tandana, biqinlar. Biqin nechi pul sotyapsizlar? 150 ming. Bunaqa eritilgan mol yog'lar ham bor. Erinadigan odamlarga. Qo'y go'shtlarimiz har doimgidek 160 ming so'mdan. Yana bir narsa. Bunaqa sup naborlarda ham go'zallari ham bor. Kelaverasizlar. Bu do'konimiz Eski shahar, Qand bozorida Pilon payasi. 4-eshik kirganda shu joyda. Mana shu kam xizmatlarda bo'ladi.